Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan ustoz Abror Muxtor Aliyning jonli efirdan olingan yangi suhbatlarni birgalikda ko'rib, tanishib, videodan so'ng o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni, ma'lumotlarni olamiz degan umiddaman. Hozirda xabarlaring bor, ijtimoiy tarmoqlar orqali Rasul Kusherbayevni sud jarayoni haqidagi videolarni juda ham ko'pchilik ko'rdi va tanishdi. Hozir mana shu bo'lib o'tgan voqelikka ustoz Abror Muxtor Aliyni sizlar bilan birgalikda fikrlarini ko'rib, tanishib chiqamiz. Biz videoni boshladik. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar. Yo'l uzra suhbatlarimizni navbatdagisini boshlaymiz. Alloh xayrli, foydali, barakotli qilsin. Barchalarga ma'lum, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ya'ni ko'proq aktiv bo'lganligimiz uchun mulohaza, fikr, turli xil qarashlar biz bilan ba'zi odamlar, ba'zi shaxslar, ba'zi fikr tarafdorlari o'rtasida bo'lib turadi. Buni har kim har xil talqin qiladi. Talqin qilish usuli odamlarning tabiatiga bog'liq. Kimni tabiatida ya'ni nima shakllangan bo'lsa, talqin qilish usuli o'sha tabiatga ko'ra joriy bo'ladi. Bu haqida ajoyib gap bor. Bir odam o'sha Sulaymon alayhissalom davrlarida Sulaymon alayhissalom pashshani ko'rib, atrofda nima bor desa, pashsha aytgan ekan: "Oho, atrofda ancha ajoyib narsalar bor. O'ng tomonda masalan cho'chqaxona bor. Maza qilib o'tda cho'chqalar balchiq qilib ketgan suvda cho'milamiz. Chap tomonda hojatxona bor. Qorin ochsa u yoqqa boramiz. To'g'riga qarasangiz, u tomonda axlatxona bor. Hidi ajoyib" dermish. Pasha. Bu nimaga bunaqa bo'lib qolgan bu? Shunaqa dermish. Keyin asalaridan so'rabdi. Asalari atrofda nima bor desa, atrof ajoyib, o'ng tomonda katta bir bog' bor, chap tomonda katta bir gulzor bor. Xohlagan tomonga borsangiz, xohlagancha asal yig'a olasiz gullardan dermish. Shundan har kim tabiatiga ko'ra o'zi xohlagan narsani ko'radi, esdan chiqarmang. Bu anaqa quyosh tushib qolganmi, yuzimizga nimadir bo'lganmi? Juda ajoyib. Ha, endi yaxshi menimcha. Xo'p. Shu misol bir misol endi. Mana shu misolga ko'ra odamlar tabiatini namoyon qiladi. Har doim o'sha tabiat ta'sir qiladi. Buni jibilla deydi arab tilida. Alloh taolo fitrat degan. Insonning fitrati qanday shakllansa, o'sha fitratga ko'ra dunyo qarashi, maslagi, hayoti insho bo'ladi. Xo'p, men haqimda gapirmagan odamni yoki bizni qadriyatimiz, bizni milliy qadriyatlarimizga til tekkizmagan odamlarni hech qachon mavzu qilib, bahs qilib, ular haqida xudo behudaga aralashib gapirmaganmiz. Tariximizdan ma'lum, meni kuzatgan bilganlar yaxshi biladi. Kimdir dinni noto'g'ri talqin qilsa, unga qarshi raddiya berdik. Kimdir islomni inkor qilsa, masxara qilsa, unga qarshi raddiya berdik. Kimdir qadriyatlarimizga hujum qilsa, unga qarshi raddiya berdik, berib kelyapmiz, bundan keyin ham beramiz. Bu bo'ynimizdagi burch sifatida ko'ramiz buni. Bildikmi, ularning noto'g'ri ekanligini, kim bo'lishidan qat'iy nazar unga qarshi gapiramiz. Lekin izohlarda e'tibor bersangiz, falon joyda pivo festivali bo'libdi, uni gapirmaysanmi? Piston joyda falon narsa tungi klub bor ekan, uni gapirmaysanmi? Chiqib olib faqatgina
unga sakrab, bunga sakrab gapiraverish to'g'ri emas-ki, mantiqan to'g'ri emas-ki. Bir mavzuni gapirdingizmi, o'sha mavzu hal bo'ladi. Keyin boshqa mavzu to'g'ri kelsa, uni gapiriladi. Yoki unga qarshi chiqiladi. Pivo festivali bo'ladimi? Yoki kitob festivali bo'ladimi? Qadriyatga qarshi bo'lsa, men unga qarshiman. Xo'p, men haqimda Hamid Sodiq mavzu savolga javob bergan. Savolda Muxtor Ali bilan o'rtalarda gap nima bo'ldi degan. Mavzuni to'g'risini aytmagan. Meni tahdid qildi deb go'yoki ichki ishlar O'zbekiston qonun ustuvor davlat nimaga qonun buni yutib yubordi qilib yana provokatsiya qilgan. Va postsovet davlatlarida din deganda monopoliya qilinadi. Din haqida men gapiraman deydi odamlar, shunaqalar bor deyapti. O'sha paytda meni nazarda tutmayapti. Din monopoliya qilingan, din deganda faqat men gapiraman degan gapni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqlarida, ya'ni u kishini ham tiqishtiryapti mavzuga. Chunki uni boshqa suhbatlarida biz ko'rganmiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni ham ya'ni e'tiroz bildirsak bo'ladi, unda uni e'tiroz bildirmaydigan shaxs qilib olgansanlar deb mana shunaqa gaplarni gapirgan. Xo'p, biz aytdik, mutaxassis bo'lmagan odam gapirsa, masalan, uni yonida sohani bilgan odam eshitib turib, "Sen gapirma bu sohada" desa, monopoliya bo'lmaydi bu. Bu gapni islom dinini parokanda qilish, suyultirish, ichidan buzish uchun fikriy ma'noda orientalistlar, ya'ni islom dushmanlari musulmonlar orasiga yoygan. Buni ko'tarib yurganlar o'zi bilmasa-da, lekin o'sha xoinlar safiga tushib qoladi. Dushmanni qo'lidagi asbobga aylanib qoladi. Buni gapirdik. Ya'ni mantiqan bu gapimizga javob yo'q. Izohlarda trolling harakatlari, 90% trolling, trollar haqorat qilib yotibdi, lekin birortasida adekvat javob yo'q. Birortasi aytmayaptiki, ha, to'g'ri, mutaxassis bo'lmagan odam sohadan gapirishligi haqqi yo'q, deya olmayapti. Chunki deyishga yuzlari yo'q. Javoblari yo'q. Yo gapiraversinmi? Ha? Siz doktorsiz, misol uchun. Siz ko'z bo'yicha mutaxassissiz. Savol. O'qigansiz 15 yil. Ko'z operatsiyasi bilan 5 yil shug'ullangansiz. Sohani egasisiz. Bir joyda choyxonada o'tiribsiz. Yoki ijtimoiy tarmoqda bittasi chiqib aytayaptiki, mabodo ko'zingiz og'risa, uzum sirkasidan tomizasiz har kuni ertalab va yotishdan oldin dedi. Bittasi chiqib gapirdi shunaqa dedi. Sizni zimmangizda o'sha auditoriyada odamlar ko'payib shu ishni qilib ko'zini ko'r qilayotgan odamlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, indamaysizmi? Ha, yoningizda turibdi, bittasi keldi, so'radi. Yoningizdagi hech narsadan xabari yo'q. Tibbiyotni o'qimagan, ko'z sohasini bilmagan, YouTube'dan qidirib undan qaysidir dorini sirka deb tushunib olgan. Uksus deb tushunib olgan, ko'zga uksus tomizish kerak deyapti. Indamaysizmi siz? Indamasangiz xoin bo'lasiz. Xoin bo'lasiz, bilib turib bir jinoyatga ko'z yumgan bo'lasiz. Sherik bo'lasiz. Ha, din bu. Qaniydi dindan gapiradigan odam bo'lganda edi, umuman gapirmasdim men. Chiqib ketardim bu sohani tashlab hamma yo'qni. Ya'ni soha demaylik, bu din mavzusida gapirmasdim gapiradigan odam bo'lsa. Ishqibozlikdan gapirmaymiz. Barcha qadimdan kelayotgan barcha ulamolar har doim mas'uliyatni zimmasidan soqit qilishga harakat qilgan. Barchasi. Sahobalardan bir masala so'ralsa, undan so'ra deb bir mahalla aylanib kelardi. Bilib turib, palonchi javob bersin derdi.
Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu Rasulullohdan ko'p hadis eshitganman, lekin aytishda jumlalarni o'zgartirib qo'ysam qiyomatda javob beraman. Rasulullohning nomidan gapirish u og'ir bu deb rivoyat qilmagan. Kam rivoyat qilgan. Tobiinlar idza sahhal hadis fa huwa madhhabi degan. Hadis sahih bo'lsa meni mazhabim degan. Tabi'a tobiinlar haddasana fulan deb falonchiga nisbat bergan. Har doim nisbat bergan. Bu islom qadriyati bu. Hamiz Sodiq buni bilmasligi tabiiy. Hamiz Sodiq uchun islom qadriyati emas, unga John Locke qadriyati kerak bo'ldi. O'zini musulmonman deyishligi, islom doirasidaman deyishligi uni islom doirasiga olib kirib qo'ymaydi. Ya'ni musulmon u, lekin fikriy ma'noda uning dushman tomonidan ko'kartirilgan, dushman tomonidan yetishtirilgan fikrlari islomiy fikr bo'lib qolmaydi. Birorta izohda, birorta insof bilan adekvat javob beradigan odam yo'q. Ya'ni ular tarafda bo'lib olganlar. Hammasi trolling qilib yotibdi. Sen bilan tengmas. Javob qarang. Sen bilan tengmas, kibrni qarang. Seni odam o'rnida ko'rmaydi. Sen bilan bahslashib o'tirmaydi. Men u bilan bahslashib o'tiraman, bahslashish uchun nimadir istagim bormi meni? Yo'q, noto'g'ri gapini gapiryapman, xalq o'zi ko'rib turibdi hammasini. Chiroyli gapirsa, hech kim eshitmagan ya'ni istilohlarni, siyosiy, ijtimoiy lug'atlarni gapirsa, hang-mang bo'lib o'tirgan odamlar o'sha kasal bo'lganda Iqbol degan mashinnikni oldiga borgan odamlardan saviyada farqi yo'q. U tibbiyotda shunaqangi saviyaga duchor bo'lgan bo'lsa, Hamiz Sodiqni gapini mashnaqa qilib yurganlar bu siyosiy va ijtimoiy e'tiqodiy saviyada o'ta past odamlar, o'ta past. Meni Hamiz Sodiqning shaxsiyatiga mutlaqo e'tirozim yo'q. Shaxsiyatini menga qizig'i ham yo'q. Lekin o'sha dinni monopoliya qilib oldi degan lug'at Yevropadan paydo bo'lgan bu. Katolik cherkovi dinni monopoliya qilgan. Din ilmlarini faqatgina ma'lum bir doira o'qishlikka ruxsat bergan, qolganlarga taqiqlagan. Bilmagan jamoani boshqarish oson bo'ladi, monopoliya qilishgan. Va ularga qarshi Fransiya inqilobidan keyin ayrim intellektual qatlamlar qarshi chiqqan. Va qarshi chiqqanda aynan cherkov monopolist, din haqida faqat salla gapirishga haqqing bor, biz gapirmaymizmi degan e'tiroz bilan chiqqan. Oddiy shu jumlalarni tarjima qilib musulmonlarga tatbiq qilyapti. Yana aytyapman, tanlagan yo'lidan yuraveradi. Kim nimani tanlasa yuraversin. Gap yo'q. Siz o'sha Hamiz Sodiqni fikrlarini qo'llab-quvvatlayotganlar, men e'tiroz bildirgan fikrlarni qo'llab-quvvatlayotganlar. Gap yo'q. Xotiningiz qo'lma-qo'l bo'lsa, qizingiz qo'lma-qo'l bo'lsa, mayli desangiz bemalol. U sizni tanlovingiz. Men nomusi bor, hamiyati bor odamlar uchun aytyapman. Bu joyda dayuslik bor. Bu joyda hamiyatsizlik bor. Bu joyda bizni qadriyatlarimizga, ayollarimizning nomusiga til uzatish bor, deyapman. Birorta adekvat javob yo'q. Yuzma-yuz gaplashadigani zotan yo'q. Lekin jumlalar faqat haqoratdan, faqat trollingdan iborat. Nimaga? Chunki beradigan javobinglar yo'q. Oy, dayuslar jamoasi. Kim mana shu mavzularda? Men Hamiz Sodiqning shaxsiyatini aytmayapman. Hamiz Sodiqning o'sha pardachilarning himoyasi uchun chiqqan fikrlariga qarshi chiqqanimda yo'q, Hamiz Sodiq bu yerda haqli desa, men lug'at o'laroq ularni dayus deyman. Lug'atda dayuslik shu. Yo'q, men ayollarimni qadriyatini himoya qilishim kerak. Yo'q, desa, unda hali o'zbekchiligi, iymon e'tiqodi zadalanmabdi shu odamni. E'tibor berdinglarmi? Yaqinda bir parkda 3 ta
bir yigit yalang'och bo'lib olib yurdi. Shuni ekranlarga videolarga olib qo'ydi Instagramida. Hamis Sodiqning g'oyasiga ko'ra bu bunaqa ish qilishlikka normal bo'lish kerak. Lekin bizda o'zbekchilik, o'zbek qadriyati, qonunchiligida uni jamoat tartibini buzganlikda ayblab 15 sutkaga qamashdi. 15 sutkami, 10 sutkami? Xullas qamashdi. Demak, hali O'zbekistonda u Hamis Sodiq tarqatayotgan virusdan kasallanmagan odamlar ko'p. Bor demak hali. Bu bizni orzuyimiz. Shu kasallanadigan odamlarni oldini olishimiz kerak deb kelyapmiz. O'shaning uchun Hamis Sodiq biz haqimizda gapirdi. Yana aytdiki, postsovet davlatlarida dedi, bu yerda asosan o'zbeklar haqida gapiryapti, ya'ni SSRdan tarqagan jamoalar haqida gapirsa-da, o'zbeklarga aytayapti. Dinni monopoliya qilganlar bor, dindan faqat men gapiraman degan odamlar bor deyapti. Dindan faqat dinni bilgan gapiradi. Men gapiraman emas, dinni bilgan gapiradi. Bilmagan ko'zini qisish kerak. Ya bilmayman deyish kerak. Imom Molikni oldiga Andalusiyadan kelgan bir odam. 60 ta masala so'ragan. 60 ta. 4 tasiga javob bergan. 56 tasiga bilmayman deb javob bergan. Haligi odam aytganki, siz Imom Moliksiz. Falon kilometr joydan yo'l bosib keldim. Ha bunga javob bering deganda, yo'q degan, bilmayman degan. Bor o'zingni o'sha kelgan joyingdagi odamlarga ayt. Imom Molikdan so'rasam, javob bera olmadi, bilmadi deb ayt, bor deganlar. Bilmaganini bilmayman deydi islomda. Dindan faqat men gapiraman degan lug'at musulmonlarning lug'ati emas bu. Katolik cherkovining lug'ati. Aldashyapti sizni. Anu yerni yaxshi deydigan tomi ketgan chiqib Abror Muxtor Ali PR xohlayapsiz deyapti. Kirib ko'rsangiz podpischiga 26 ta o'ziniki. Meni gapirib post qo'ygan ekan, 300 ming, 400 ming prosmotr ekan. Prosmotr. Men PR xohlayotganim shunman. PR xohlasam, senga o'xshagan yassi kalla bilan tortishamanmi? Ha? Odamlarni aldayapsan, xalqni aldayapsan, shuning uchun men oshkor qilyapman sanlarni. Hamis Sodiqni gapirib PR qilamanmi? Menga PR bo'ladimi shunda? Hamis Sodiq meni gapirib PR qilsa, unda yarashadi unga. Bu da katta ketish emas, algoritm mavzusida aytyapman. Algoritm meni gapirsa, u PR qilgan bo'ladi. Men uni gapirsam, uni paddeshka qilgan bo'laman. Paddeshka. Ya'ni uni qo'llab-quvvatlagan bo'laman. PR bo'lmaydi, uni qo'llayotgan bo'laman. Demak shu, har kim tarafini olib safini belgilab boraveradi. Bundan shubha yo'q. Ya'ni bundan boshqa yo'l yo'q. Har kim tanlaganiga boradi. Pashsha ko'zida faqatgina o'sha najosatlar ko'rinadi. Lekin mutaxassisni ko'zida to'g'ri noto'g'ri ajratiladi. Mutaxassis aytadi sizga, bu noto'g'ri, bu to'g'ri deb. Shuni bildiray dedim. Keyin ko'pchilik yana so'radi Kusherbayev mavzusini. Kusherbayevni xalq dardi, xalqchilik, xalq uchun harakat qilyapmiz degan harakatlariga nima deysiz? Menimcha oxirgi bo'lgan sud jarayonlari, masalan, sudda Kusherbayev o'zi yurist, mutaxassis sifatida mis zapravkasini, mis o'sha ayoqishni rahbarlarini sudga berishi to'g'ri tanlov bo'lmagan, to'g'ri yo'l bo'lmagan. Yutqizishi aniq. Aniq edi. Chunki qarangda,
undoq narsa bor. Mahallangiz yoki katta yo'lga palasa chiziq chizib qo'yilgan. O'sha palasadan o'tayotdingiz, sizni bir kishi kelib falonchi deyapti, palasadan o'tdi deb sudga beryapti. Palasadan o'tgani uchun deb sudga beryapti. Sudya nimaga palasadan o'tding desa, chunki palasani chizib qo'ygan, shunga o'tdim deydi o'tgan odam. Va uni sudya oqlaydi. Hozir apellyatsiya bo'ladi, unda ham yana Kusherbayev yutqizadi. Buni bilib turib qilyapti menimcha, biladi buni. Keyin taftishga beradi, unda ham yutqizadi. Chunki bitta narsa bor. Esdan chiqarmanglar. Konstitutsiya ustun turadi, qarordan, qonundan ustun turadi degan narsani tatbiq qilishyapti-yu. Bu Kusherbayev aslida mis zapravkasini yoki qaysi zapravkani sudga berishi to'g'ri emas. Yutqizishligi aniq bu yo'nalishda. Qonunni chiqargan tashkilotni sudga berish kerak. Agar to'g'ri yo'ldan yuraman desa. Lekin asli bu to'g'rimi? O'sha zapravkalarda naqd pul olmasdan faqat kartadan yoki kartaga pulni o'tkazib o'shandan to'lashlik yo'nalishi to'g'rimi desa, buni o'rganib chiqish kerak. Men biroz o'rgandim. Men bilgan, taftish qilib topgan narsa shu. Zapravkalarda o'g'irlik benzinlar bor. Sifatsiz benzinlar sifatli benzin qilib qo'shib, boshqa joydan o'g'irlab olib kelib sotilayotgani xabari bor. Neftlar o'g'irlanib, benzinni qo'lbola qilib yasab sotayotganlar bor. Kontrabanda orqali olib kirib sotayotganlar bor. Bularni 12% boji bor va shunga o'xshagan ko'p to'lovlari bor. Bularning hammasi bu kontrabandistlarning cho'ntagiga ketyapti. Xalq, bizning pulimiz ularning cho'ntagiga ketyapti. Buni nazorat qilish uchun mana shu qonun chiqarilgan, hammasi kartaga to'lansa, kim qayerdan qancha quygan, zapravkada qancha bor, hammasi ko'rinib turadi. Nazorat qila oladi. O'g'irlik, sifatsiz benzin mahsulotlariga chek qo'yiladi. Men sizlarga buni sababini o'rganganimni aytyapman. Ya'ni xulosa o'zingizlardan. Lekin bu joyda bitta muammo bor. Naqd pulingiz yo'q. Bo'lsa ham naqd pulingiz bor, kartada pul yo'q. To'lashga qiynalyapman. O'sha joyda paynetni qo'yib qo'ygan yoki bitta apparatni qo'yib qo'ygan, unga tashlasangiz 1.5% pul yechib olyapti. Davlat qonunchiligida mana shuni nolga tushirish kerak. Endi ular ham xususiy, paynetchilar ham xususiy bo'ladi. Yoki alohida benzin uchun karta ochish kerak, cashback o'shanga alohida tashab berish kerak. Uni to'lovini, pulni unga aylantirish to'lovini bank sistemasida qandaydir yechish kerak. Xalqning zimmasiga yuklamaslik kerak. O'tdan 1%, 1.5% cashbackda qaytaryapti ekan, 1% cashback qaytarar ekan. Lekin o'sha 0.5% ham yutqazmaslik kerak. Muammo shunda yechiladi. Endi aqllilar chiqadi, aytadi sizga, bizga savol beradi-da, pul hamma joyda o'tish kerak deydi. To'g'ri, lekin konstitutsiya to'lov usullari haqida gapirmaydi. Konstitutsiya pul hamma joyda o'tadi deb ya'ni bayonot beradi. Konstitutsiyada bu yozuv bo'ladi. Pul, O'zbekiston puli hamma joyda o'tish kerak yozadi. Lekin siz sotayotgan narsangizni to'lov usullarini vaziyatga qarab belgilaysiz. Misol, qayerdandir masalan qaysidir zavoddan mahsulot olmoqchisiz, zavod aytadiki, naqd emas deydi, prechistlenni o'tkazasan deydi. Unga naqd ko'tarib borib turib, sen to'laysan, olasan deya olmaysiz. To'lov usullarida prechistlenni talab qilishga haqqi bor. Mashina olsangiz, naqd pul ko'tarib borsangiz, olmayman deyishga haqqi bor. Salonlarni kartadan tashlaysiz yoki prechistlenni o'tkazasiz, счетga o'tkazasiz deyishga haqqi bor. To'lov usullari kelishuv asosida bo'laveradi. Endi Kusherbayevning bu qilayotgan ishi
xalqni o'ylab qilayotgan ish deb juda PR bo'lyapti. Lekin Kusherbayev yurist odam, bilish kerak, bu asosda yutolmasligi aniq. Sudyalar agar mobodo Kusherbayevni tarafiga hukm chiqarsa, unda palasadan o'tgan odam jinoiy javobgarlikka tortildi degandek mantiqsiz bo'lib qoladi. Qonunni bilgan odam, huquqni bilgan odam buni tahlil qilib ola oladi. Men mana shu narsaga urg'u beryapman. Endi bu joyda bilmayman PR qanaqa ishlatiladi. O'zbekistonda sud tizimi adolatsiz degan narsani fon chiqarishmoqchimi? Meni bilishimcha O'zbekiston tarixida, mustaqil O'zbekiston tarixida sudlar bugungi kunni singari erkinlikka harakat qilgani bo'lmagan tarixda. Erkin sud, ya'ni mustaqil sud tizimi yaratilyapti. O'zbekiston tarixida, mustaqil O'zbekiston tarixida oqlangan odamlarni deyarli ko'rmaganmiz. Oqlanmagan birortasi eng kamida amnistiya bilan chiqarib yuborgan. Hozir oqlanyapti. Hozir advokatlar, prokurorlar bilan tashashyapti. Bitta ishga 5 ta, 4 ta, 10 ta advokat olib bora olayapsiz. Sudyalar, prokuratura, advokatlar o'rtasida shunaqa bahslar bo'lyapti. Bir qancha advokatlar chiqib mana bugun yutib chiqdik deyapti. Mana bugun yutib chiqdik. Ko'p temalarni ko'ringlar. Demak, bunaqa vaziyatda bu oddiy narsa emas. Sud tizimini ishonchsiz, adolatsiz qilib ko'rsatishga urinish borga o'xshayapti meni ko'zimda. Yana bu fikrga qarshi fikringizni bildirishingiz mumkin. Men ham o'zimni fikrimni bildiryapman. Jarayon yuridik soha bo'yicha o'rganinglar, kuzatinglar. Kusherbayev mavzusini kuzatinglar. Juda katta ehtimol bilan bu joyda, ya'ni sudyalar mis zapravkasini xodimlarini javobgarlikka torta olmaydi. Ular ham qonun chiqarilgan qonunga ko'ra amal qilyapti. Qonun noto'g'ri desa, qonun noto'g'riligiga zapravkani egalari javobgar emas. Mana sodda shu. Bu masalani ham yoritib qo'yay dedim. Bilganimcha do'stlar, yo'l uzra suhbatlarimizni navbatdagisi nihoyasiga yetdi. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Biz adekvat fikr bildirishda davom etamiz. Dinni monopoliya qilib olganlar degan gap mustashriklarni, shunaqangi Martin Lutherga o'xshagan odamlarni gapi, ular katolik cherkoviga to'g'ri ma'noda aytgan, to'g'ri bo'lgan. Lekin bizni diyorlarga bu fikrlarni kirgizish Martin Lutherni bizni ichimizdagi josuslari bo'ladi. Ular ming chiroyli gapirsin, ming o'zidan madaniyat timsoli yasab olsin, aslida holat shu. Biz nima bo'lgan taqdirda ham har sohani mutaxassisi gapirsin deymiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar do'stlar. Yana ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana hurmatli do'stlar, videolarni birgalikda ko'rib tanishib chiqdik. O'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni, ma'lumotlarni oldik degan umiddaman. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelgusi videolarda sihatlikda, salomatlikda diydorlashish barchamizga nasib qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli millatdoshlar, vatandoshlar.